Photoshop'taki kanal. Hem kanalda manda mesele var. Ben kızıl rengini itip ettim marasını nisbeten. Kızıl kanalını. Kanal özgürüş oldu. Özgürüş oldu. Kızıl reng yok. Kızıl reng yok alet. Hem de o kök rengini itip ettim. Kök reng yok altım o. Kök reng yok alette, kızıl reng yok alette. Bir xil reng qalğaqda bu kül rengga aylanıp ketdi, şundaymi? Kızıl rengni qo'shdim. Kızıl reng bormi yerda? Seriq reng bor, kök reng bo'lmag'achqa asldagi nurni ko'rsatmadi. Demak, mush 3 reng bo'lmaydi ekan, mush 3 kanal bo'lmaydi ekan, rangning asl qiyofatini ko'rolmaymiz. Endi kanallardagi ranglarning farqini ko'rib boqaylik. Men CMYK dan birini ochdim. CMYK rang şekildeki görünüşteki rang resimde. Man CMYK altı özgertdi. Maşkı resimnin rengide fark var mı yok? Mavi bir xil sustek göründü, he? Mayaları sus, mavi iniqtek, qiniqtek göründü o. Mavi basmının rengi mavi, metba rengi. Mavi biz degen abiyaq öy içigi basılgan RGB'ninki, yani 3 xil kanalı altıdaki rang. Bunun kanalını görüp baksak, manında 4 xil rang turanmı yedi? CMYK 4 rang var. 4 xil rang şekli var. Xalgan bir rangni itip etsem, manın qo'xshash ko'rinishi yuz berdi. Photoshop'dagi shu kanal bilan qavat o'xshashlar muhim narsa. Kanalmi muhim, qavatmi muhim? Kanal üçün məxsus bir tizimlik ajratılgan. Qavat üçünmü məxsus bir tizimlik ajratılgan. Buyruqlar ayrım-ayrım. Biz hamda Photoshop'ta kanal və qavat orqali unum yaratdimiz. Şuna bunu bilishimiz kerak. Hamda kanallardagi mavu 4 rang zodi asosiy 4 rang qandaq 4 rang mavu biz ko'rib boqaylik. CMYK deb ochdim-ku. Mayaga CMYK'ning 4 rengini alay. Birdan tanlash rayini sizib çember şekilde sizaylı. Mayaga aldı görünüş rengini. Mane CMYK marangni 100% qilib qo'ydim. Rang shu. Hozirgi to'g'an mush rang. 100%. Mayaga men 100%ni tökdüm. Töküldü. Endi mavi tanlash rayini mayagraq ekeldim. Daraq ekelay. Bununla men rangni mani 0. Endi M'diki rangni 100 qildim. Buyagim tökdüm. Endi mani daraq tanlab mayagraq ekelib manim 0 qilib mani 100 qilay. Seriq rangken qo'y. Mani mayaga keldim. Eng astidagi iki rangni ko'rib boqayli. Bu qora rang deyishgan tuqqo. Mana CMYK'dagi 4 rangninki, yani matba rangininki mush 4 xil shekli mushkul ranglar shu. Mushkul 4 rangdan ondan beri kelib, qaysi rang hosil bo'ldi? CMYK'niki ko'rinishi oltidagi rang hosil bo'ldi. Endi biz metdan mashayga olay. Endi marangni 0 qildim. 255 qildim. Ranglar mana shundaq. Endi buni faqat mishada udul kep qolganlik uchun kanalni so'zlab qoldik. Misolingga men ma'nodagi kanallarni endi sizga yechib ko'rsatib qo'yay. Hozir biz ma'ni ko'raylik.
Men qizil rangni o'chirib o'tay hozir. Qizil rangni o'chirib etsam qaysi qora bo'lib ketdi? Aslidagi qizil rang qora rangga aylanib ketdi. Endi qizil rangni ichib qo'yib, men yeshil rangni ochay. Qaysi qorga aylanib ketdi? Aslidagi yeshil rang qorga aylanib ketdi. Endi men ko'k rangni ochay, qorga aylanib ketdi. Shundaymi? Demak, mav rangdagi navbatga mush RGB deb turgan rangdagi oq ko'rinishning oq rangimi mush 3 xil rangdan hosil bo'lgan. Qarang, men masalan qaysi rangni ichib etsam, oq ko'rinishdagi oq rang o'zgarayotgandi. Seriq o'zgardi, mav susung o'zgardi, men o'zgartsam ko'k o'zgardi, mana o'zgardi. Demak, sizning ko'zingiz ko'rinayotgan oq shakldagi rangmi RGB kanal ustida amaliyotda haqiqiy sap oq emas. Bu faqat mush 3 dona rangninki hosilotidan hosil bo'lgan oq rang. Ham tushundingizmi? Men masalan mav birinchi chingsi deganni o'chirib etdim, ha? Yo'qdigu, bir xil rang yo'qolib ketdi. Boshqa xil rangda hech qanday o'zgarish yo'q, mana qarang. Yo'qdi. Yo'qdi. Ma'mi yo'qdi. Rang to'g'risida keyin shu rang tangshish sohasida so'zlaymiz. Chunki xos bir tizimlik bor dedik-ku. Bizning hozirgi ishimiz bu rang va kanalni analiz qilish bo'lmag'achqa o'chirib o'tib turdim. Hozir yana o'zimizning darsiga kelib olaylik.